Ibrohim aka, rahmat yomon qaragingiz uchun. Siz meni esingizdan chiqardingiz. Birga biza duet aytmoqchi edik. Hozir haydi masalariki umidim uziladi. Ibrohim aka, sizdan podvodit qilmayman. Bitta imkon bering, Bir masalan. imkoniyat bering. Ibrohim aka, Yo'q demang, Ibrohim bunaqa aka. qilmang. Yo'q demang. Zarnigor. Mazki bitta aytaman. Yo'q demang. O'zimning fikrimda har doim qat'iy turganman. Kimdir buni yoqtiradi, kimdir yoqtirmaydi. Ibrohim aka, Men sizga to'g'risini aytaman, eshiting. hayajon bosdi. Hozir mana gaplashganimdan keyin hayajonim pochib bosildi. Ibrohim aka, bir marta imkoniyat Zarnigor. bering. Haydaversangiz ham indamay Siz ketaman. eshitishni bilmas ekansiz. Ibrohim akajon, Qo'ymayapsiz, fikrimni aytishimga eshitaylik. qo'y. Men ham gapiray. Faqat siz endi boshlasam siz bo'lib tashlab gapimni. baqirib yig'layman. Ketmayman, shu sahnaga o'tiraman. Eshiting oxirigacha, iltimos. Kunlikka tushiryapti gaplaringiz. Mazki yo'q deyman. Nimaga Ibrohim aka bunaqa qilmang? Ishtirok uchun kattakon rahmat. Siz ikkita ikkita yo'q, siz bugun X Factor tark etasiz. Sog' bo'ling. Marhamat, boshqalarga bo'shatib bering. Biz davom etishimiz kerak. Hozir shok ahvolga tushib qoldilar, lekin hozir hammasi joyidami? Kimdir chaqirib yuboring, iltimos. Mani qarorim o'zgarmasligini hamma biladi. Shuning uchun iltimos qilaman, sahnani bo'shatib qo'ying.